O'zbekistonda bu hafta yana qor yog'ishi kutilmoqda. O'zgidromet 19-23 yanvar kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, 19 yanvarda faqat Navoiy viloyatida va ertalab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida biroz qor yog'adi. 20 yanvarda faqat respublikaning janubiy-g'arbiy hududlari bo'yicha kechqurun yog'ingarlik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 21-23 yanvar kunlari O'zbekistonning katta qismida vaqti bilan yog'ingarlik, yomg'ir, qor bo'ladi. Haftaning birinchi yarmida havo harorati kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida harorat asta-sekin kechalari 2-7 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ushbu hafta davomida harorat asosan kechalari 8-13 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq, 23 yanvarga kelib 3 daraja iliqqacha bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin.